qarapla, hammani tushundim. Uni unutyapti, shundaqmi? Konu do'stining ishini bitirib berganim nari xato. Konu do'st? Kechirgan rost konu do'st, ammo yerim yildan beri meni uni ismini til qilishimni chekladim. Galit yeri u senga shundaq muomala qilsa-mu, yana uni unutyapti. Bu rejavlar o'zim uchun emas. Hech kuchmayla yerim yilda topadigan pulni bir navbatda tepish uchun. Kechqavlar kimimiz uchun? Ha, kechqavlar kimimiz uchun deysa, menimcha undaq emas. Bo'ladi, sepdes, bo'ladi. Men po'lat sanduq yasaydigan zavodchilardan so'rab, uning qurilmasini o'qidim. U qetishma po'latdan yasaladi ekan. Bilyapsan, qetishma po'latdan. Arz qilaylik. Sepdes. Ma'qul, bir qatim qilaylik. Ben muşunu dep yarlandım. Esta. Muşun esma? Şundaqmış narsa. Şundaqmı? Menin hoşal boğum yok. Muşunu dep tas qaldım beli qiyam boğuli. Gerek yok Bora. Yarang ig'ir emas. Qaraganda bu narsa qiziqdiganlar yolg'iz biz emaskamiz. Ko'rib boqaylik. Ichi nimalar vakim? Qaltisqo. Eringiz zadi qandaq doğrulan tetik qiladi bizga deb tasingizchi. Biroq u hargiz zaharli chekimlik sotib emas. Bo'ladi emsa, men tetib baqay. To'xta. Sizlar son robusun orliq bo'dinglarmi? Siz qanday uqdingiz? Sizlar bu kichik qutini akagandili men qattiq qo'rqandim. Bizning uydagilar osh oralda. Ular bu do'rdan qo'rqidi. Bu do'ra o'likni tirildirdi. Aniqroq desingizchi. Bu tirildirish doğrusu. Odamni o'ltiralaydi, ham tirildiraydi. Bu yerlik baxshilarning eng oddiy hunari. Sironiya kechadan beri tushingizda jin alvaslarni ko'rgan o'xshamamsiz. Tirildirish sehri rostilla bor. Baxshilar taraf-tarafga chepib yurmaydi. Ular kulanga emas, odatdagi odamlardeklar ajoyib kuchlik. Ular qo'rqish, og'rish deganlarni bilmaydi. Kechiring Sironi, mening bu narsani og'im yo'q. Bu dora teri orqali ruhga kirib, ondan ruhni o'g'irlaydi. Shundaqmi? Siz degancha xatarli ko'p ketdi-ku, men sinab baqay, ha? Ne ko'rsa? Narsalarimni yig'ishtirib bitib. O'ynab kelay. Soat 8 ko'rishaylik. Ma'qul. Ketmiz. Sizdan samimiylik bilan bir ishni o'tinay. Uni yana azoblamang. Sizdan o'tinib qolay.
tez. Qani bu yoqqa marhamat. Yaxshimisiz? Beginimdek keldingiz. Ekskursiya qilg'ili, bu yerning raqobat kuchini kuzatgili keldim. Ay, Setnes, men bu oshxonani halok qilaman. Mening oshxonamda siryoni pishirgan to'xoba, ketsini taqamayman. Ham urush filmlarini qo'yib beraman. Qandaq? Hozir boramdiq. Kayli, men de ansiraman. Yaxshimisiz? Oh, kechiring, kechikib qoldim. Soatim bo'lmagan ekan. Shundaqmi? Pul yig'ish qilib soat ittasak bo'lgan ekansa. Siz berib Jeshkaning dars tayyorlashiga yordamlashing. Uning rostlashi bo'lmasa, biz vaqtni o'zgartirsak bo'lgandek. Yaxshi gap. Xalli quyruqli yulduz qaytib kelganda ondan sizga xabar qilaylik. Qandaq? Men ketdim. O menga bek o'sh. Biz bir oyli kishilardek o'tamiz. Tushunman. O sizga bek kuyunadi. Sizga yon bosadi. Meni sizga ziyonkashlik qiladi deb ansiraydi. Kele bilan ko'rishganda meni bek qo'rqib ketibdi. Tashlarini kesib yutibdi deb qo'ying. Tushundingizmi? Ya'ni uningga mening pushaymon qilganligimni deb qo'ying. Ruhingizni tushaman. Esingizda biz Katmanduda motosiklet bilan musobaqalashganda siz bir qora mashinaga so'qilib ketib, butun a'zoyingiz to'xib yig'minib ketgan. Shuning bilan yengilganligingiz uchun ko'nglingizni tanbagan. Mashinadagi to'q emas, o'takkan to'q. Mashin shoferi g'arqmas bo'lg'achqa, kenimnikil meni so'qib o'tgan. Shundoq tursa, qandoqmi yengilganimga tab beraydi. Ish qilib, butun a'zoyingiz o'dak yig'minib, xuddi tirilish bayramidagi qiziqchiga o'xshab qolgan edingiz. Ham meni qo'g'lagan edingiz. Sizni qaragan odamning kulgisi kelayapti.